Biz hozir shoshlik qilgan ketyapmizmi? Go'zallikni qaranglar o'rtoqlar. Vau. Oha. Çok güzel. Çok kaliteli. Narsalarimizni oldik. Endi yer bulmaya gidiyoruz. Hozir yerda topib o'tiramiz va qaranglar. Oha. Vay. Ne kadar güzel joy ya. Ne kadar güzellik kareler, ortalar. Niderlandiya bu. Niderlandiya. Öte güzel. Tabiatı öte güzel joylar ekan. O'rtoqlar. Niderlandiyani mana ob-havosi qanday toza. Va qaranglar. Bu yashillikni qaranglar. Men bunaqa joylarga umrim bo'yicha birinchi marotaba kelishim. To'g'risini aytaman, na O'zbekistonda borganman, na boshqa joyda. Mana bu bizning joy, endi hozir porядкalik qilamiz, просто joy qilib qo'ydik. Shunaqa o'rtoqlar, mana yozga kelib bemalol bolalar o'ynasa-da bo'laverar ekan. Mana bu joy bilmayman nima ekan, u yoq hojatxona ekan. Mana bu bolalar o'ynaydigan joy. Mana men o'tirsam ham bo'laveradigan joy bu. Mana bu menida ko'taradi mana. Oha. Bir попробовать qilaylik. O'shanaqa o'rtoqlar. Mana biroz qimillatdim, lekin o'zimni kiloyim ham juda ham ko'p. Shuning uchun qimillatishim ham qiyin bo'lyapti. Lekin o'ta chiroyli joy, sokin, toza, bir musir-pusir yo'q. Mana ko'rganlaringdek. Shukrlar bo'lsin. Shukrlarga dedi yetib. Mana shu joylarga kelganimga shukrlar bo'lsin o'rtoqlar. Juda ham go'zal manzara haqiqatdan. Men mana shu joyni tanladim, suvga yaqin bo'laylik. Bu joylarda ham ko'p joylar bor ekan, lekin menga shu joy yoqdi hozircha. Suvga termilib obed qilamiz. Obedimiz kech qoldi. No, olsun.